Hayotingizning eng oxirgi xotimasini qanaqa orzu qilasiz? Oxirgi xotima o'lim, boshqa orzu yo'q. Undan oldin takkoy kampir bo'lmoqchiman. Yosh ko'rinadigan, yoshim ulg'aysa ham betimda ajinim yo'q, tirsillab turadigan. 2 o'g'lim, 1 qizim bo'lishini xohlayman. 1 o'g'il tug'ishim kerak ekan. Zapaska paka qolgani bor. O'g'illarim mendan отдельно turishini xohlayman. Hammasini o'zining uyi bo'lsin. Kelinlar mendan nariroq o'ynasin. Qaraganimda kosmetologlarga borib, takoy nijni, dugonalarim bilan gap o'ynab, erim bilan kechqurun cholim bilan kartachalar o'ynab, cholim bilan yoshlikni eslab, parklarga borib aylanib, qo'ygan narsamiz qo'ygan joyida turib, ikkalamiz alohida yashashni xohlayman. Produktda bozor kerak bo'lsa, pensiya pulimizni borib olib kelamiz ikkalamiz. Agar yetmay qolsa, o'g'illarimga telefon qilib, produktani olib kel, eshikni tagiga tashab ketaver, o'zing kirishing shart emas, o'zim ovolaman deyishni xohlayman. Hamma o'zini bolasini o'zi katta qilsin. Men ham bolalarimni o'zim katta qilaman. Navaralarni o'ynatishni xohlamayman. O'zlari katta qilsin. Meni tinch qo'ysin, men takoy kampir.